Bizga Hyundai mashinasini diskasini yuborishgan, ikkiga bo'lingan ekan. Buni ochiladi nasib bo'lsa 16-iyunga, ya'ni 18 kundan keyin, negaki zakaz bizga silishkim ko'p. Mana bu yerda BYD diskamiz bor. Bu ham yamaga tushgandan keyin ikkiga bo'lingan. Mana bu yerga qiyshaygan, keyin ikkiga bo'lingan. Keyin bu yerda kichkina ishlar bor, qiyshiq aralash. Mana bu yerda bu diskamiz ham singan ekan. Yama buni bo'lak o'rnatamiz. Buni ochiradi 9-iyunda ekan. Hozir bu yerda yana bor. Mana bu diskamiz ham bexosdan yamaga tushgan. Ozgina orqasidan singan ekan. Buni ham tuzatamiz. Bu yerda yana kichkina ishlar, qiyshiq. Mana bu Malibu ham ikkiga bo'lingan. Bunisi na keladi, na zalogini beradi, na olib ketadi. Bunisi aniq emas. Bu yerda bunaqa kichkina ishlardan bor yana. Mana bu yerda bu Volkswagen diskamizga bo'lak o'rnatdik. Mana bu Tracker diskamiz 8. Bu yerda yana kichkina ishlar. Mana bu diskamiz ham yirtilgan edi. Buni tuzatib, svarkalab, mana bu yuzlari ham ancha tirnalganda, bularni ham polni svarka bilan to'ldirib, keyin shlifovkaga tayyorlab beramiz. Hamma yog'i tirnalgan buni. Mana bu yerda yarimta diskamiz. Mana G'afur tog'a tuzatibdilar. Qoraqalpoqistonlik shogirdimiz. Buni ham bu yog'i singandi. Keyin 8 bo'lib, mana bu oyog'i ham tirishdan ketgandi. Buni ham tuzatyapmiz.